Hammaga salom, sizlar bilan Albek Player. Bugungi videoni men qishloqda olaman va mana yerda yangi do'kon ochilibdi. Shu yerni ko'rgani bormoqchiman. Menimcha bu uy jihozlarini do'koni bo'lsa kerak. Va o'sha yerni ko'rgani ketdik. Mana bu menimcha polkamiz, shkaf bo'lsa kerak. Bu bo'lsa kitobxona, bu ham shkaf kichkinarog'i. Bu 8 zumrad tur ekan. Bu ham 8 zumrad. Stol bilan o'rindiq bo'lsa 5 zumrad ekan. Mana bu bo'lsa 20 zumrad ekan. Nimaga mana bu 20 zumrad turadi? Chunki bu uzoq jungladan olib kelingan. Shuning uchun ham 20 zumrad. Shu uchunmi? Lekin baribir sotolmaymiz. Mana mani ukam-ku. Qaniysan? Bu yerda nima sotib olmoqchisan? Kitobjonim, puling bormi? Menga ham pul yo'q. Qaraysan. Faqat bolta bilan ketka bu. Qimmatda ularni qanday yasashini bilmaysan. Sotib olishga puling yo'q bo'lsa, nima keling? Endi nima qilyapsan? Men yangi uy ko'rmadingmi? Qara qanday chiroyli turibdi teppan. Shu ko'chadan chiroyli ko'rinadi. Bironta mana bu puling ham yo'q sani. Demak, umuman hech nima sotib ololmaysan-a? Olmosni zumradga almashsang bo'ladi. Hokimni oldiga borsang, senga shu pulni almashib berishi mumkin senga. Yo bankda oldiga bor. Sen temirchini uydan temir o'rniga zumradni almashib olsang bo'ladi. Xohlasang mana hokimni uyiga kirib, olmosmi, har qanday narsani o'rniga zumradni almash. Hokim yo'q ekan, menimcha ketgan. Ketdik. Yana narsalariga teginni bilib qolmasin deganimizda. Ketdik. Eshitdimi yo'qmi? Shu hokim olib ketganda narsalarni. Nima eshik ochding? Bu o'zing ochib yopib chiqarsanda. Senga bironta temir yoki shunga o'xshash narsa yo'qmi? Men jihoz olmoqchi edim, lekin normalniy jihozlar uncha kerak emas, sig'maydi ham. Lekin men ikkinchi qavat qursam, mana o'sha jihozdan qo'yishim mumkin. Lekin ikkinchi qavat uchun yana narsalar kerak bo'ladi. Qaram stol o'zi peshin bo'lib qoldi, abit qolib qo'lim. Abit o'zi qo'sh botyapti. Qo'sh botyapti. Qara peshindan ham o'tib ketibdi. Biz gaplashganimiz. Qara vaqt qanday o'tib ketibdi. Yo'q, qara quyosh botyapti deyapman senga. Nima qilyapsan sen? Eshitdimi yo'q sandiqda? Yo'q, qara bu yangida, yangi javon. Eshitdimi yo'q bo'ladi. Keyin biza yana borib shaxtaga borsak bo'ladi. Shaxtadan narsalar olib kelamiz. Temir, olmos, lekin zumrad. Buni shirgani o'rganmanda. Mana bu yerga piramida bor ekan. Ketdim stol o'sha narsalar. Biza tushib oldik. Qara, ehtiyot bo'lib tush. Mana shu hamma joyini sindirib qo'yaman, har qanaqa qara. Tushamizda qo'yamiz. Tushda hozir o'zim senga ko'rsataman. Tush. Mana ketga shartmas. Mana bunday qilib bilan olasanda faqat bitta joyi qoldi. Keyin qo'yib, sen o'zing qo'yish.
endi qarab. Bu sen Ne aka. bunu bossanda buni sindirib, endi yon tarafga qo'y. Endi mana kirib olasan. Endi boyagi bloklar bilan chiqib olamiz. Va mana biz ham mana shuncha narsa bor, endi bularni sotamizmi yoki senga zumrad bormi? Senga nechta zumrad bor? 3tagina nechta sotib ololmaysan-ku. To'xta, 2 zumrad tur ekan, ana narsa bor. Sotib olmoqchimisan o'sha? Ha, mana yerdan chiqamiz endi. Mana shu yerga joy bo'yi. O'zi quyosh ham botyapti. Ketdik. Senga faqat 3tagina zumrad bor. Ko'raylik-chi. 3ta zumrad bor senga. Ha, 7tami sotib olmaydi shuncha zumradga. Mana 8. Sen 3tagina bor yana. Ha, bo'ldi, ketdik uyga. Men bo'lishim. Endi bo'lsa ukamga karavot yasayman. O'zi butun tun ukamga karavot yasash bilan birga o'tib ketdi. Mayni sen tashqarida yotasan. Uyingga borib qo'yib kel endi bu karavotni. Uyingga borib qo'yib kel deyapman. Keyin o'sha yerga spam bo'lasan-da. Mana bularni men yerga sotmoqchiman. Qayta olmos uchun ko'p zumrad beriladi. Ha, yotyapsanmi? Yotib uxlayapman. Shunday qilib bugungi videomiz tugadi. Agar bugungi videomizdan yaxshi hisoblab bugungi videomizdan qoniqqan bo'lsangiz, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki biza yozda oxirigacha 500 ta obunachilik bo'lmoqchimiz. To'g'rimi Mustafa? To'g'ri. Obuna bo'linglar shu uchun. Hammaga xayr. Mana merda uyga kirib ketdimi?